Oybek aka, xorijga ishga ketmoqchiman. Shartlari qanaqa? Mendan nima talab qilinadi? Xo'p, hamma yo'nalishda bizda eng kam rus tilini bilish kerak. Yosh chegarasi 23-45 yosh oralig'ida bo'lishi kerak va sog'lom va sudlanmagan bo'lishi kerak. Hozirgi kunda bizda 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik shartnomalarimiz bor. Shu shartnomalar asosida qonuniy ish bilan ta'minlaymiz. Xorijda qaysi davlatlarda qaysi yo'nalish bo'yicha ishlar bor? Va oyliklari qanaqa? Hozirgi kunda Germaniyada qassobchilik yo'nalishida ishimiz bor. Oyligi 1700 yevrodan boshlanadi. Tom yopuvchi ustalarga 1300-1600 yevro oralig'ida pul berishyapti. Isroil davlatida qurilish sohalarida ishlarimiz bor. Oyliklari 1,5-1700 dan 3,5-4,000 dollargacha chiqyapti. Dubay shahrida taksichilik yo'nalishida ishlarimiz bor. Oyliklari 800-1000 dollar atrofida chiqadi. Undan tashqari hozirgi kunda yangi yo'nalishlarimiz ochilyapti. Xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'ling va kuzatib boring. Interwork. Ishonchli kelajakni biz bilan quring.